Assalomu alaykum ahli YouTube. Salomatmisizlar? Mana ko'ryapsizlar, yozganmiz. Telegramdan yozganimizda bizni bloklashgan. Mana bloklashgan. Mana endi xo'p, spamga kiramiz. Mana 11-aprel bugungi sanani ham ko'rishimiz mumkin. 11-aprel shanba 2:35 daqiqa o'tyapti Toshkent vaqti bilan. Xo'p, start tugmasini bosganmiz 2:31 daqiqa o'tganida. Xo'p, bizga xat kelganki 12-aprel kuni UTS vaqti bilan 6:45 gacha. Xo'p, biz spamga tushganmiz, begonalarga yoza olmaymiz. Buni hozir yechishni o'rgataman. Bu xatoni bosamiz, eng pastdagi. O'zbek tilida bo'lsa, agar akkauntingizda xatolik savollar bo'lgan bo'lsa, xo'p, ariza yozishga tayyormisiz? Ha ni bosamiz. Bularning birortasini qilganmisiz? Yo'q, hech qachon bunday qilmaganman. Iltimos inson ekanligingizni tasdiqlang. Xo'p, bunda tasdiqlab olishimiz kerak. 100% ishonchli bu narsa. Hop, birinchi marta emas, bir necha bor qilingan. Mana shu yerda turbisak joy chiqadi, o'shaning ustiga bitta bosish kerak, pistechkaga chiqish uchun. Go spam bot, ya'ni kim spam botga qaytish. Bir marta bosamiz. Ayrimlarda orqaga qaytish mumkin, ayrimlarda qaytmaydi. Keyin mana bu joyni bossak, chiqib ketadi. Xo'p, inson ekanligini tasdiqladik biz. Ana endi tayyorni bosamiz. Xo'p, juda yaxshi. Agar akkauntingizda xatolik sabab bilan shunaqa qo'yilgan bo'lsa, nima deb o'ylaysiz? Akkauntingizning cheklangan xatolik yuz bergan bo'lishi mumkin, masalan, xatolik yuz bergan bo'lishi mumkin. Biz oldinda yozganmiz. Bu narsani kopirovat qilamiz. Я думаю, это возможно технические ошибки. Например, 2 дня назад тоже случилась эта ситуация. Вот. Va vstavить tugmasi orqali bu narsani qo'yib olamiz. Tag'in o'zimiz ham yozishimiz mumkin. Virgul, надеюсь, что скоро вы откроете достуp меня. Oxirida mana bunaqangi belgi olmasam spasiba deb yozamiz va jo'natamiz. Rahmat, arisangiz qabul qilindi. Jamoamiz nazoratchilar tez orada uni ko'rib chiqishadi. Xo'p, sizlar vaqtni ko'rib qoldingizlar. Mana 2:37 daqiqa o'tyapti. Bugun 11-aprel sanasi. Xo'p, haqiqatan ham biror kishiga yoza olmaymiz. Hozir любой bitta guruhga kirib turib, mana bunga yozib ko'raylik. Salom deb yozsak ketmaslik kerak. Mana, ko'ryapsizlarmi? Ketmadi. OK deb bosib qo'yaylik. Mana ketmadi 2:38 daga. Xo'p, biz spam botga kiramiz. Mana ekran 37 da o'tyapti. Taxminan 2-3 soatdan keyin bu narsani sizlarga ko'rsataman, чтобы yozsa bo'lish kerakligini. Именно mana shu profildan. Xo'p, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsalaringiz kattakon rahmat. Like va podpiskaga bosib qo'yishni unutmanglar. Assalomu alaykum, ahli YouTube, yana bir bor. Boya video qila olmadim. Sizlarga aytaman hozir. Tak, sizlar bilan spasibani bosib, mana bu belgi bilan jo'natgandik. Вот. Arizangiz ko'rib chiqiladi dedi. Biz keyin yana qaytadan startni bosdik. 1 soatdan keyin qaraylik. 14:37 da bo'lsa, 15 dan 40 daga, ya'ni bir 70 daqiqalardan keyin. Xo'p, bizni hali vaqtimiz borligi, spamdaligi haqida mana xabar kelyapti. Bu xato dedik. O'sha vaqtda bu narsani videoga oldim, olmadim bilmadim. Hech bunaqangi holatlar qilmaganman. Tayyor bot emasligini ko'rsatdim. Keyin bu ayaklarni o'chirib turib yana jo'natgandim. Apellyatsiya tarzida, я думаю, это возможно технические ошибки. Например, 2 дня назад тоже случилась эта ситуация. Xo'p, rahmat. Yana startni bosib ko'rdim o'sha zahoti. Startni yana bosib jo'natgandim. Mana haqiqatan aytishdi shunaqa deb, bu xato dedim. Xo'p, keyin ariza qoldirilganligi haqida javob keladi. 15 dan 49 daqiqa. 17:05 daga startni bosyapman. Mana 17:05 daga hech qanaqangi nima yo'q, cheklov yo'q. Ya'ni yana ham bir marotaba bosib ko'ramiz. Mana hech qanaqangi cheklov yo'q spamda. Emas. Mana subbota 11-aprel 2026-yil 19 dan 38 daqiqada ushbu video olinmoqda. O'zi 5 dan 5 daqiqa o'tganida, oradan qancha vaqt o'tyapti? 10 takam 4 bo'lsa, xo'p, 1 soatdan sal ziyodroq vaqtda ikkinchi marotabaga ochilib ketilyapti. Biror kishiga yozib ko'ramiz hozir. Mana shu kishi bu joyni kesib tashlaymiz. Salom deb yozamiz. Salom. Ana ketdi, mana ko'rdinglaring. Boya ketmagandi. Mana. Xo'p, buni o'chirib tashlaymiz. Yana spamga kirmasligi uchun. Xabarlarni ham o'chirib tashlaymiz. Nima demoqchiman? Xo'p, sizlarga maslahatim, bir haftada bir marotaba spamdan mana shunaqangi ochib tursalaring bo'ladi. Yoxud 2 haftada bir marotaba. Haddan tashqari juda ham ko'p siz agarda spamga tushadigan bo'lsangiz, bu narsa ishlamay qolishi mumkin. Ko'pchilik holatlarda siz agar ko'p spam oladigan bo'lsangiz, sizga oylab, yillab berib yuborishi mumkin, 3 oylab, 6 oylab berib yuborishi mumkin. Shunaqangi holatga tushib qolishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar spamga tushmaslikka harakat qiling va bu oxirgi chora sifatida spamdan chiqib ketish uchun foydalanasiz degan umiddaman. Videomiz qiziq bo'lgan bo'lsa, like va komment kutib qolaman. Shunaqangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysangiz, yana ham bunaqangi qiziqarli videolar chiqaveradi sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.